Hammaga xayrli kun, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar. Juda ham ko'pchilik sochim to'kilyapti deb deyapsizlar. Bahor, vitaminos payti va sochlarning to'kilishiga yaqindan yordam beradigan mahsulotlarimiz. Mana shu shampunni ishlatasizlar. Bu aktivniy shampun, bu soch to'kilishiga qarshi kodi 8348. Bunda yuvasizlar. Bunda maskasi ham bor va buni maskasidan keyin mana shu ampulani ishlatasizlar. Bularni shampuni bilan maskasini yuvib tashlab bo'lgandan keyin har kuni 6 kun mobaynida kechqurun shu soch to'kilgan joyga mana shu ampulani surib qo'ysanglar, sochingiz shunaqa ham zo'r qalinlashib o'sib beradi. Bu ampulani ishlatib bo'lganingizdan keyin mana bu krasniy perechli bizda shunaqa zo'r maskamiz bor. Bu maskani sizlar har doim sochinglarni yuvganingizdan keyin har doim shampundan keyin ishlataversanglar bo'ladi. Обычно buni har 3 oyda, har 6 oyda qaytarsanglar bo'ladi.